Instagram AQShda restoran ochgan o'zbek aktyori ota bo'lgan Sanjar Xoliqov kafedan quvilgan Munisa Rizayeva. Shahzoda Muhamedova oilasi bilan Dubayda qoldiq chiqarish uchun uchib ketdi. Aziz do'stlar, Rossiyada ko'p yillik tajribaga ega 4000 dan ziyod hamyurtlarimizning tanlovi bo'lgan Bek Savdo internet do'konidan erkaklar uchun soch va soqol chiqaruvchi dori vositalarini, tekshirilgan originallarini, 7-8 kilogramgacha semirtiruvchi tabiiy vositalarni, tanadagi oq dog'lar, vitiligoga va yana psoriazga davo bo'luvchi mahsulotlarni buyurtma berishingiz mumkin. Rossiyaning istalgan nuqtasi bo'ylab bepul yetkazib berishadi. Ekrandagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. beksavdo.ru halol ishlashdan to'xtamaymiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rashid Xoliqovning o'g'li xonanda Sanjar o'g'il farzandli bo'ldi. Yulduz Usmonovaning turmush o'rtog'i Mansur Aliyev koronavirusga qarshi vaksina oldi. Malika Ravshanova turmush o'rtog'ining tug'ilgan kunda unga atab Sultonim deb nomlangan qo'shiq kuyladi. Xonanda Sevinch yangi surat bilan muxlislariga ko'rinish berdi. Ziyoda turmush o'rtog'i bilan tushgan suratini sahifasiga joyladi. Karantin cheklovlari doirasida kafe va restoranlar ish vaqti soat 20:00 gacha etib belgilangani bois xonanda Вы не поверите, но нас только что выгнали с кафе. Сказали, простите, но время в 8 часов. А, девочки? Мы тусим на улице. Смотрю, он так поехал, как будто он, я не знаю, на Гелендвагене. Луиза, что ты ему не дашь Гелендвагенство? Мы как послушные вышли из кафе. Да. И нам некуда идти. И смотри, все занимаются сторисом.
бездомные. Мужик. Нет, они собрались в горы. Я говорю, девочки, какие горы? Скажите мне, пожалуйста, я сама как горы. 3 дня была в области, отстаньте от меня. Я хочу отдыхать, я хочу быть дома в Ташкенте. Munisa Rizayeva restorandan quvilgan bir paytda poytaxtdagi boshqa restoranda xonanda Lola Ahmedovaning tug'ilgan kuni shou biznes vakillari davrasida nishonlandi. Ahmedovaning tug'ilgan kunidamiz. Qariganda supra qoqib tug'ib. Bonalar yig'ildik hammamiz Lola Ahmedovaning tug'ilgan kuni munosabati bilan. Baxtli, saodatli bo'ling, go'zalligingizni ko'zlaymasin. Sizlarni qo'lga tushirdim. Dugonalar bormisiz, omonmisiz? Lolaxon tug'ilgan kundamiz. Assalomu alaykum. Mana Lola Ahmedovaning tug'ilgan salomlari. Nafaqat Lola Ahmedova, Sula Ahmedovani ham. Hamma Ahmedovalar baxtli bo'lishga. Kamera yaxshi ko'ramiz. Qarang. Rayhon, Ola Sen va yangi ko'ylagini muxlislariga ko'rsatdi. Что случилось? Как ты себя некрасиво ведешь? Смотри, какой тортик, Ваня, смотри. Смотри, тортик какой. Вот, смотри, какой большой.